Do'stlar, 3-qavat 88 kvadratdan iborat bo'lgan hamma remontlari tayyor ushbu kvartiramiz bugun sotuvda. Assalomu alaykum do'stlar. Bu safargi sotilayotgan kvartiramiz 3-qavat. Ya'ni Qirg'iziston O'sh shahri, vokzal, Do'stlik Urgovoy. Shuni olib tushgan ushbu domimizni 3-qavat. Ya'ni hamma tomondan kiramiz do'stlar. Hamma sharoitlari bor. Mana bo'lsa ichkariga marhamat. Ya'ni ushbu podyezdimiz bu A blok bo'ladi do'stlarim. Moshina qo'yadigan stenkalarimiz, hattoki bu domimizni o'ziga yarasha shinargina agrochasi ham bor ekan. Ya'ni bo'lmasa 3-qavatga yuringlar. Mana kelinglar. Bismillah. Bu yerimiz chiroyli, go'zal holchamiz bo'ladi. Har bitta narsaga juda ham bir mehr bilan e'tibor berilib qilingan ekan do'stlar. Mana bularimizni qaraydigan bo'lsanglar, juda ham bir haliga chiroyli qaraylar. Hattoki pilisoska chop qo'yishibdi. Vishilkalargacha bor ekan. Buni tiyolarni qaranglar. Har yo'q o'nni o'choqda. Mana bu fonlarga qaranglar, aboylarga bir-biriga mos. Bundan tashqari bu chekkaga qo'yilgan nima deb qoladi? Plyonch deydimi? Bularimiz va mana bu yerda mana o'tirib, oyoq kiyim kiyib yechadigan va mana kelganingizda ishdan. Bu yoqqa kiyimlar ilib qolgan joylarimizgacha va mana bunday dekorativni qilib bu aynalarimizgacha juda ham go'zal. Menga juda ham yoqdi do'stlar. Kelinglar mana bu televizor bor xonamizdan boshlaymiz. Bismillah. Bu xonamiz. Xolasanglar, bir spalni qilinglar. Agar bir esdaliklar, bir suvenirlar bo'lsa, mana bu qo'ysanglar, juda ham chiroyli qilib qilingan mana. Har bitta narsaga e'tibor berilganda, ichida zalatska svetlar qaranglar. Mana bu svetlarimiz o'zi alohida o'chib beradi. Bu bunaqa ekan, qaranglar. Buni o'chirib yoqamiz. Bu ham juda go'zal. Svetlarimiz, konditsionerimiz bor. Va bu yerdan do'stlar shunday qaraydigan bo'lsak, agar bu yerimiz esa ya'ni mana City'ga qarab tushgan romimiz, ya'ni aynigimiz bor. Mana Qurmonjon Datqa ko'chasi. Ro'paramizga O'sh City tushyapti. Do'stlik Urgovoy. Do'stlar, uje bildinglar, bu qaysi domligini. Bu domimiz do'stlar Qirg'iziston O'sh shahri vokzalda oldiga tushgan ushbu go'zal domimizdan. Ya'ni biz oldimizga O'sh City qurilishi tushyapti. Biz oldimizda Qurgovoylar bor, Do'stlik Urgovoylar, vokzal bor, zapravka. Xullas bu domimizda kommunikatsiya, gaz, suv, svet, sentralniy kanalizatsiya, xullas hammasi bor. Tayyor. Tayyor yashayman desanglar, mana sizlarga juda ham go'zal kvartiralarimizdan biri. Bu esa do'stlar kuxnyamiz bo'ladi. Do'stlar, kuxnyaga ham uyda egasi aytishi bo'yicha har bitta narsaga e'tibor berib qildik dedi. Mana bularımizga gazlarimiz qo'yilgan va buni ustiga qo'yilgan mana bularimiz, suvlarimiz bor. Mana idish tovoqlar qo'yadigan joylarimiz mana. Hamma sharoitlarimiz bor. Mashalloh. Mana. Do'stlar, xullas duxovka, xolodilnik, har bitta narsani mikrovolnovkalar mana. Har bitta narsani joyi juda ham zo'r tushgan. Mana bunimiz ham yong'oqni xullas materialdan nimasidan bo'lgan dedi. Yong'oqdan bo'lgan material dedi. Bu stol ustimiz ham qaranglar, bitta seviyaga mos. Mana bu yerda esa do'stlar, berib qo'yasiz, chiroyli hojatxonamiz. Bu yoqda aynaklari bilan va sanuzulimiz. Sanuzulimiz ham alohida joylashgan. Ariston. Bu yerda mana yangi ishlatilmagan mashina, ya'ni avtomat mashina, rakvina va mana bu esa spalnimiz bo'ladi. Spalnimiz ham remontlari juda ham chiroyli bo'lgan. Bu yerda ham shu go'zal bir romimiz bor. Bu yerda o'zida alohida mana ya'ni shkafi bor.
Hammamizga shunaqa chiroyli domlar, uylar, do'stlar nasib qilsa, qadrdonlar. Bitta duo qilib qo'yasizlar. Nakam bosib qo'yish esdan chiqmasin. Endi bu vokzalda joylashgan 3-qavatdagi 88 kvadratdan iborat bo'lgan 86-kvartiramiz puli kvadrat metri $1350 dan. Kvadrat metri $1350 dan kami bor. Telefon nomerlarimizni yozinglar. Tayyor yashayman desanglar shoshilinglar. 0505 bilan 30 68 08. Qaytaraman. 0505 bilan 30 68 08. Qadrdonlarim, operator beka doim sizlar bilan. Shunaqa chiroyli xonadonlarimizni ko'rishib, sizlarga ko'rsatishdan bir charchamaylik, like boshdan charchamanglar. Doim salomat bo'linglar.